Bizdeki ixtilop va uning sabablari. Avtori Doktor Mamtimin. Növbətdə vatan sirtidagi xalqimiz ichida bo'libmi da'vo bilan munosabatlik ba'zi shaxslar va tashkilotlar orasida yuz berayotgan ixtiloflar birining keynidan biri o'ttirg'i chiqib, bir tarafdan keng xalq ommasini rahatsiz qilayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan da'voga ig'ir ziyonlarni ilib kelyotdi. Ko'pincha kishilar yuz berayotgan ishlarni unumlik bir taraf qilishni umid qilgan bo'lsa-mu, biroq uning kelib chiqish sabablarini to'nib yetishda ba'zi farqlar bo'lganligi uchun, ya'ni ixtilof paydo bo'lishga sabab bo'lgan omillarga nisbatan alohida izdinish ilib bormay, qarshi tarafni noqul holda xoin, josuslik bilan aybligini uchun aramizda yuz berayotgan ishlar besiqmay, aksicha kundan kunga keskinlashib, aramizdagi ig'ir darajada bo'linishga va ittifoqsizlikqa sabab bo'layotdi. Men yaqinda ixtilofning kelib chiqishi va uni bir taraf qilish to'g'risida universal bir maqola yozib e'lon qilgan edim. Tövəndə men aramizdagi ixtiloflarning kelib chiqish sabablarini o'zimizdagi ba'zi ko'nib ketgan ko'z qarash, tafakkur qilish va masalalarni bir taraf qilish usulimiz bilan bo'libmi benormal bo'lgan ba'zi odatlarimiz bilan birlashtirib, bu ixtiloflarning paydo bo'lish sabablarini analiz qilib chiqmoqchi va ularni hal qilishga ba'zi takliflarni bermoqchi. Biz odatda insonlarning sheylarga bo'lgan pozitsiyasini, ro'yi holatini, kayfiyatini tafakkur qilish va masalalarni bir taraf qilish usullarini o'rtoqlashtirib, insonlarning psixikasiga yig'inchoqlaymiz. Tövəndəki məzmunlar faqatla o'zimning uzundan beri xalqimizning shu psixikasini kuzatib, o'ttirg'i qo'ygan shaxsiy ko'z qarashlarim. Men bu ixtiloflarga sabab bo'layotgan kishilar orasida milliy manfaatimizga xilof holda xalqimizga ahonat qilayotganlarning, hatto aramizda qo'y terisiga o'rnab olgan bo'rilarning borligini inkor qilmayman. Biroq mening qarshimcha ular bak osondagi kishilar bo'lib, ko'pinchisining ismi, jismi yo'q. Ammo afsus, ba'zi ismi bor insonlarmi aqlini yo'qotib, his tuyg'usiga tayinib, og'ziga kelganini so'zlab, har xil ziddiyat va ixtiloflarga sabab bo'layotdi. Yana bak afsus, insonlarimiz o'zlaridan biz ko'p sondagi kishilar nima uchun u az sondagi ismi, jismi yo'q kishilarning o'yiniga keldik? Biz nima uchun ularni bilib turib, ular bilan bir sanamga usul o'ynadik? Biz nima uchun aqlimizni ishiltib, mustaqil tafakkur qilib baxmadik deb so'rab baxmay, aramizdagi ixtiloflarning o'ttirg'i chiqishidagi sabablarning hammasini ularga ortib, o'z mas'uliyatidan qutulmoqchi bo'layotdi. O'z millatiga ahonat qiladigan xoin, munofiqlar hamma millat orasida, har yer va har vaqtda bo'lishi mumkin. Biroq undaq insonlar hech bir zaman
hech bir millatda ko'p sonda va asosiy iqimda bo'lmagan. Bizdimi ham shundoq. Mustaqil tafakkuri va aql hushi joyida bo'lgan bir to'p odamlar o'xshash xatoliklarni bir qitim emas, qisqa vaqt emas, uzun zaman qayta sodir qilib, oxirida uning sababini boshqalardan ko'rsa, u ig'ir darajadagi mas'uliyatsizlik bo'ladi. O'zi sodir qilgan xatoliklarni inkor qilganlik va u xatolikni hargiz tuzatmayman deganlik bo'ladi. Bu bizdagi ixtiloflarning ko'p bo'lishining asosli sabablarining biridir. 2008-yili Xitoydagi Olimpikning oldi keynida o'ttirg'a chiqqan Sallu sut parshugi vaqasidan hammamizning xabari bo'lsa kerak. Xitoyda sut parshugi ishlab chiqarishda eng cho'ng shirkat deb sanalgan Sallu shirkati 15 yil ximiyalik usulda yasalgan sut parshugi ishlab chiqarib, bozorga salgan. U sut parshugi tarkibidagi ximiyalik moddaning börak va suydik yo'lida tosh paydo qilish, erlarning avlod qoldirish iqtidorini yo'q qilish qatorliq ziyonlari bor bo'lib, 15 yil ichida 300 ming odamning kasalga giribdor bo'lishini, 54 ming bovoqning kasal bo'lib doktorxonada yetib qilishini, 12 bovoqning o'lib qilishini va millionlagan insonlarning sog'lomligining vositaliq ziyonga uchrashini keltirib chiqargan. Bu ish oshkor bo'lib qolgandan keyin hukumat uni yana davomliq yoshirishga ko'zi yetmay, butun jinoyatni bir necha odamning ustiga yuklab, ularni jazolagan. Shuning bilan hukumat keng xalq ommasining o'chini elib berib, adolatni saqlag'uchi bo'lgan. Keng xalq ommasining o'chi elinib, puxadan chiqqan. Biroq Xitoydagi yemaklik bexatarligi burun qandoq bo'lsa, hali ham shundoq davomlashgan. Vaqa bayqalsa, birlarini qurbonlik qo'y qilib jazolagan. Hech kim o'xshash xatolik nima uchun qayta uzun muddat yuz beraverdi deb savol so'ramagan, surishti qilmagan. Hech kim uning asosli sabablarining butun sistemada ekanligini o'ylamagan va yoki o'ylashga petin olmagan. Chunki keng xalq ommasi shundoq tarbiyalangan va uni reallik deb qabul qilgan. Bizmi shu muhitda tarbiya olgan va shundoq mantiqini reallik deb qabul qilgan yoki uningga ko'nib ketgan. Mening yuqorqi misolni tilga ilishimdagi asosli sabab, bizdagi ixtilofning asosli sababi yolg'iz oramizdagi oz sondagi qo'y terisiga o'rnib olgan bo'rilar sababidan bo'lmasdan, balki o'zimizdagi qon qinimizga singib ketgan benormal odatlarimiz, ya'ni benormal psixikamiz sababidan kelib chiqqan deganni o'ttirib qo'yish uchundir. Agar biz o'zimizdan biz shuncha ko'p sonda turib, nima uchun oz sondagi buzg'unchilarning o'yiniga keldik deb savol so'ramasak, aqlimizni ishlatib mustaqil tafakkur qilishni o'rganmasak, boshqalar nima desa uningga ishonsak, kallamizga o'rnab ketgan eski qarashni uzil kesil tozlamasak, o'zimizda bor bo'lgan
bu kasalliklarni uzil-kesil saqaytmasak, bizdagi masalalarda hargiz tüp o'zgarish bo'lmaydi. Yuz bergan xatolik qaytalanadi. İxtilaflar davom qilaverdi. Bizdagi ixtiloflarning ko'p bo'lishiga sabab bo'lgan ingimizdagi yetarsizliklar va psixikamizdagi benormalliklar. Birinchi, biz milliy ruh, milliy ong va vatanparvarlik uqumining aniq va to'g'ri bo'lmasligi, tor millatchilik ideyasining ig'ir bo'lishi, milliy ruh, milliy ong va vatanparvarlik demak, yolg'iz his tuyg'uga tayanib, ig'izda vatan millat deb vaqirab qo'yishla emas. U deganlik har doim vatan millatning manfaatini, shon sharafini qo'g'dash, shaxsiy manfaat uchun umumlikning manfaatini qurbon qilmaslik, uni ziyonga uchratmaslik demak. Milliy ruh, milliy ong va yoki vatanparvarlik demak, har jihatdan tirishchanlik ko'rsatib, vatan millatning o'rnini, obrazini tiklash, uni qad ko'targizish, xalqning go'zal axloqini namoyon qilish demak. Bir millat yoki u millatga tava bo'lgan insonlarda bu uqumlar aniq bo'lmaganda, ular o'zaki holda o'z hissiyotiga tayanib, milliy manfaatga o'zlari xohlab yoki xohlamasdan, bilib yoki bilmasdan zarar berib qo'ydi. Ikkinchi, o'z-o'zimizni to'g'ri va yetarli tonimaslik. Inson o'z-o'zini to'g'ri va yetarli tonimaganda, o'zining o'rnini to'g'ri belgilay olmaydi. Natijada insonda ikki xil o'xshamagan oqibat kelib chiqadi. Biri, inson o'zini to'g'ri tonimaganlik sababidan o'zini o'zi kamsitish va boshqalarning o'zini ko'zga ilmasligidan ortiqcha andish qilish. Ha desa, o'zining qobiliyatini va natijasini haddidan ziyoda ta'kidlab, har fursatda o'zini ko'rsatishga tirishish. Boshqalarni, bo'libmi raqobatchisini o'ziga tahdid hisoblash. Boshqalarning o'zining o'rnini elib olishidan bak andish qilish kelib chiqadi. Yana biri, inson o'zini to'g'ri tonimaslik sababidan o'z qobiliyatini va o'z iqtidorini bak qaltis hisoblash. O'zini millat qutqazg'uchi sanab, o'zini boshqalarning ustiga qo'yib olish kelib chiqadi. Uchinchi, bir qism insonlardagi benormal baxt tuyg'usi. Bir qism insonlarning o'zining baxt tuyg'usini o'zining rohatligidan emas, balki boshqalarning rohatsizligidan ega bo'lishi. Bu bir benormal bo'lgan psixika bo'lib, insonlarda bundaq benormal ro'yi holat bo'lganda, undaq insonlar boshqalarning peshkanliklaridan bir xil qanoat hosil qiladi. Masalan, hamma a'zosi sog'lom bir insonning o'zining 5 a'zosining to'liq ekanligining naqadar muhim bir boylik ekanligini faqat put-qo'li kam yoki meyib bo'lgan birsini ko'rganda ondan his qila olishi. Bundaq benormal psixikaga ega kishilar faqatla boshqalarning, bo'libmi o'zi tonish bo'lgan ba'zi insonlarning mag'lubiyatini, baxtsizligini va yoki ularning peshkanlikka uchirganligini ko'rganda ondan baxt tuyg'usiga erishalaydigan bo'lib, undaq insonlar
normalda başqalarning qanchalik azoblanganligini ko'rgan siri o'zining shundoq kunga qolmaganligiga shuncha shukr qiladi. Shu orqali ondan o'z baxtini va o'z qimmatini tunib yetalaydi. Masalan, xalqimiz ichidagi huquq tutgan bir kishi huquqidan elib tashlanganda, boy bir kishi hukumatning har xil bo'htoni bilan tutqun qilinganda va yoki uning iqtisodi vayron qilinganda, muvaffaqiyat qozongan bir kishi har xil sabablar tufaylidan mag'lub bo'lganda, oramizdagi ba'zi insonlar mundoq deyishi mumkin. Ayni vaqtda hajab ko'ranglab ketgan edi. Oyning 15-i oydin, 15-i qorong'u degan mushu shu. Bundoq ahvollar vatandagi xalqimiz ichida ko'p uchraydigan bo'lib, bizga hukmronlik qilayotgan hokimiyat uzun zamondan beri maqsadlik holda bu xil qarashlarni bizning kallimizga singdirib kelgan. Şunu ba'zilar u xil ahvollarni o'zaro farqlantirmayla, nuqul holda uni adolatning ijro qilinishi deb tushunib kelgan. 4. Millatning va yoki o'zining beshiga kelgan kulfatlar uchun o'z yenidan va yoki atrofidan javobgar izlash va ularni har xil bo'htonlar orqali haqoratlab o'z ro'yi holatini tangpun qilish psixikasi. Biz garchi har xil ichki va tashqi sabablar tufaylidan hozirgi yomon kunga qolganligimizni o'rtaq dushmanning vatanimizni ishg'ol qilib olgan va xalqimizga zulm selayotgan Xitoy hokimiyati ekanligini bilsakmi, biroq qisqa vaqt ichida masalani tubdan hal qilib, ko'nglimizni rohatlantirish imkoniyatimiz bo'lmag'achqa, ochiqimizni chiqarib, ro'yi holatimizni tangpunlashtirish uchun dushmanga ehtiyojli bo'lib qolamiz. Dal mush sabablar tufaylidan biz har fursatni qo'ldan bermay, o'z ichimizdan va yoki atrofimizdan dushman izlaymiz. Bu bizdagi ro'yi ojizlikning va ichimizga kirib olgan qo'rqinishning ifodasi bo'lib, vaqtliq ko'nglimizni xo'sh qilib, o'z-o'zimizni aldashning tipik ifodasidir. 5. Ba'zi insonlardagi shaxsiyatchilik, hasadxo'rlik, manmanchilik, o'z manfaati uchun umumning manfaatini xohlagancha qurbon qilish, o'xshamagan ko'z qarashlarni qabul qilmaslik, tanqid qilganlardan o'ch elish, raqobatchilariga dushmandak muomala qilish etisi. Hozir bizda yuz berayotgan nurg'un ixtiloflarning sabablariga qaraydigan bo'lsak, tovandagilarni farq etish uncha qiyin bo'lmasa kerak. Har qaysi tashkilotlarimiz va ixtilofga sababchi bo'layotgan har taraf garchi bizning o'rtaq dushmanimiz, vatanimizni ishg'ol qilib olgan Xitoy hokimiyati, bizning Xitoy hokimiyatidan boshqa dushmanimiz yo'q deb ta'kidlayotgan bo'lsa-mu, biroq har xil ochiq va yipiq so'rinlarda qarshi tarafga dushman muomalasini qilib, o'zaro haqorat qilmoqda va ularga har xil bo'htonlarni choplamoqda. Natijada bu ixtiloflar tufaylidan xalqimizning o'rtaq dushmani bo'lgan Xitoy hokimiyati bir tarafda qilib, xalqimizning ittifoqligi ziyonga uchirmoqda, da'vo zarar ko'rmoqda. Oramizdagi bu ixtiloflarni bir taraf qilishda nimalarga diqqat qilish kerak? Oldi bilan dushmanni aniq bekitish, da'vodagi raqobatchi bilan
düşmanni ayırış kerak. Hammamiz bilgandek, da'vo biror shaxsning shaxsiy da'vosi emas. U millatning da'vosi. Da'voni qandoq elib berish jarayonida fikr ixtilofi yuz berganda, agar bir yerga kelish ehtimolligi bo'lmasa, da'voga ziyon solmaslik va yoki da'voning unumini yuqori ko'tarish uchun o'zlari to'g'ri deb qaragan usulda da'vo elib borsa bo'ladi. Biroq o'zaro inkor qilmaslik kerak. O'zaro hujum qilmaslik kerak. Eng muhimi, qarshi tarafga dushmanga muomala qilgandek muomala qilmaslik kerak. O'xshamagan shaxs va tashkilotlar orasida erkin va adil raqobatlashishni shakllantirib, har doim da'voni texmo olg'a ilgariltishni maqsad qilish va shu orqali o'zlarining to'g'ri ekanligini isbotlash kerak. O'xshamagan shaxs va tashkilotlar o'zlarining to'g'riligini isbotlash uchun qarshi tarafni inkor qilganda va yoki dushmanni bir tarafga qayirib qo'yib, qarshi tarafga hujum qilganda da'vo ig'ir darajada ziyonga uchraydi. Tashkilotlar va yoki da'vo ichidagi ba'zi shaxslar qarshi tarafni xatoga chiqarishni, inkor qilishni to'xtatish kerak. Psixikasida masala ko'rilgan insonlarda o'rtaq bo'ladigan bir alaydilik o'zlarida masala borligini hargiz e'tirof qilmaslik va yoki uni har zamon inkor qilish. Shu sababdan ular eng qabul qilolmaydigan ish ularni xatoga chiqarish. Agar ular ochiqdan ochiq xatoga chiqarilganda, ular hargizmo o'zlarining xatoliklariga tan bermaydi. Undaq kishilar o'zlarining to'g'ri ekanligini isbotlash uchun vosita tanlamaydi. Yolg'on hikoyalarni to'qib chiqaradi. Natijada texmo cho'ng xatoliklarni sodir qiladi. Biroq o'zining xato ekanligini yanada hargiz qabul qilmaydi. Bundaq kishilar bilan munosabat qilganda eng yaxshisi ularni bevosita xatoga chiqarmay, masalani hal qilishni asos maqsad qilib, o'z aro yo'l qo'yish, har ikki taraf bir qadam chekinib, qarshi tarafning otdan tushishiga chiroyli bir fursat berish kerak. Tashkilotlar va yoki ba'zi shaxslar orasida ixtilof yuz berganda, hargizmo qarshi tarafni yengishni, qarshi tarafni boshqalar oldida vayron qilishni maqsad qilmaslik kerak. Har qaysi tashkilotlar va shaxslar Xitoy hokimiyatini birdan-bir dushman deb qaragan ekan, ular cho'qim kuchni birlashtirib, o'rtaq dushmanga taqobil turish, o'zi bilan o'xshamagan yo'lda o'rtaq dushmanga qarshi harakat qilayotgan har qanday shaxs va yoki tashkilotga tajovuz qilmaslik kerak. O'zaro o'rtaq nuqta tepishga tirishchanlik ko'rsatish, kam deganda o'zaro hujum qilib, vaqt va energiyani isrof qilishdan saqlanish kerak. Oxirida shaxsiy g'araz va shaxsiy manfaatni umumlikning manfaati ustiga qo'yib olmaslik, shaxsiyatchilik, manmanchilik va obro'yparastlikdan voz kechish, pokitga hurmat qilish, hissiyotga tayinib yakun chiqarmaslik, xalqni aldamaslik kerak. Kang qo'saq bo'lish, masalani hal qilish uchun aktiv pozitsiyada bo'lish, boshqalarning shaxsiyatiga va g'ururiga tegmaslik, o'zaro haqorat qilmaslik kerak. Insonning ko'ngli ko'ksining kang bo'lishi, ya'ni ruhiy dunyosining to'q bo'lishi, insonning baxtli bo'lishining ochqichidir. Aktiv va turaqliq bo'lgan ruhiy kayfiyat
to'g'ri tafakkur qilishning asosidir. İnsanның көңлі көксі кәң, ruhi kayfiyati aktiv va turaqliq bo'lganda, inson ishtitorlikdan, hasadxo'rlikdan, manmanchilikdan xoli bo'la oladi va shundaqla nurg'unlagan behuda ixtiloflardan saqlana oladi. İnsanның ruhi kayfiyati turaqliq bo'lmaganda, uning tafakkuri to'g'ri bo'lmaydi. İnsan hissiyotga tayanib yakun chiqarganda, uning xato bo'lish ehtimolligi bak yuqori bo'ladi. Allah hammamizning ko'ngliga insof bersin. Ko'ngli ko'ksimizni keng, ruhiy dunyoyimizni boy qilsin. Kayfiyatimizni aktiv va turaqliq qilsin.